Bizning korxonamiz 2021-yildan beri faoliyat ko'rsatib keladi va poyabzal ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, asosiy uskunalarimiz Sanoat qurilish banki krediti hisobiga Italiya, Avstriya, Germaniya davlatlaridan keltirilgan. Bu uskunalar nafaqat mahsulot sifatini oshiradi, balki atrof muhitga ham salbiy ta'sirini kamaytiradi. Ayni paytda 200 ga yaqin xotin-qizlarimiz band qilganmiz va 60 turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarmoqdamiz. Bizning mahallamizga yaqin bo'lgan poyabzal ishlab chiqarish korxonasida 2 yildan buyon ishlayman. Korxonada sharoitlar juda yaxshi, ahil jamoa bo'lib ishlaymiz. Bu ishimizdan juda ham mamnunmiz. Bizdek xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashganlardan oilamiz budjetiga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan juda ham xursandmiz. Mana shu ishxona faoliyat ko'rsatgandan beri shu yerga ishlayman men. Qancha ishchilar kelsa, shularni hammasiga ustozlik qilib, o'zimni nimaki bilgan bo'lsam, o'shani o'rgatib, shu ishlarni o'z vaqtida chiqarishga harakat qilyapmiz. Sifatli va sonida adashmay, razmerlarini o'z razmerini qo'yib ishlaymiz. Men bu ishga kirgan kunimdan boshlab o'zimni ishimni juda sevib, a'lo darajada ishlashga harakat qilaman. Qo'ni-qo'shnilarim bor, jiyanlarim bor. Kelishga hammani tavsiya qilib, chaqirib, ishchi sonini ko'paytirib olganmiz. (2025-26 yillarda rejamizda Sanoat qurilish banki krediti evaziga hamkorligida ayollar va bolalar poyabzalini ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish ko'zda tutilgan va natijada ishlab chiqarish hajmi 500 ming juft barga yetkaziladi va 200 ming qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi.